Assalomu alaykum, matematika prime kanali a'zolari. Bizda keyingi trigonometrik ishoralarni aniqlash misolimiz. Buni yechishda ko'pchilik adashadigan joyi, birinchi bizda birlik aylana kerak bo'ladi. Birlik aylanada mana bu hamma bilgandek, bu tepaga qaragan strilkamiz sinus x chap o'ng tarafga qaragan strilkamiz kosinus x ga tengligini hamma biladi va ishorani aniqlashda sinus 75 deganini ko'pchilik sinus 75 sinus bog'dan boshlansa 65 75 gradus baqa buriladi, mana bu nimaydi, chorakka to'g'ri keladi deb adashadi. Lekin asli unday emas. Ishorani aniqlashda men sinus, tanginus, kosinus, kotanginuslarni qaysi choraklarda musbat bo'lishini hozir yozaman. Bu joyini tezlashtirib yuboraman vaqt olmaslik sifatida. Mana bizda yozib oldik barcha qaysi choraklardan musbat bo'lishini, barcha kosinus, sinus, tangens, kotangenslarini. Endi bu misolda ishlaymiz. Birinchi birlik aylanani chiroqlab chiza olamiz. Bizda bunaqa ishoralarni aniqlash bo'lsa, nima bo'lsa ham birinchi o'rin mana bu nuqtadan, qizil bilan chizaman. Mana shu nuqtadan boshlanadi. Qayoqqa bo'lsa ham musbat bo'lsa bu tarafga qarab ketadi, manfiy bo'lsa bu tarafga qarab ketadi. Demak, shu nuqtadan boshlansa 75 gradus taxminan mana shu nuqtaga bo'ladi. Mana bu nuqtachani o'chirib bersam. Xolos. Mana shu nuqtadan boshlansa 75 bu nuqtaga kelib qoladi. Katanginus birasi 40imiz, bu 90 bo'lsa, mana yozaman. Mana bu 90 gradusga teng. Mana bu 0. Mana bu 180. Bunisi 270 gradusga. Bu yoqqa yana 360 ga qaytib keladi aylanib. Demak, yoqdasi birisi 40 bu yoqqa to'g'ri keladi. 260 bu 180 bu tarafga, bu chorakka va katanginus 310imiz mana shu nuqtaga to'g'ri keladi. Demak, bizda birinchimiz bu 1, mana bu 2, mana bu 3, mana bu 4. Demak 1, 2, 3. Birinchi nuqtamiz qaysi ishoralarligini topish uchun mana sinus 75. Mana bu birinchi chorak, bu ikkinchi chorak, mana bu uchinchi chorak, bu to'rtinchi chorak. Bizda hozir sinus birinchi chorakka to'g'ri kelyapti. Birinchi chorak demak bu musbat. Ikkinchi chorakda katanginus kelib qolyapti. Katanginus 1 bilan 3 da musbat bo'lgani uchun bu manfiy bo'lib qoladi. Ikkinchisi 260 ekan kosinus. Kosinusimiz 1 bilan 4 da bo'lganligi uchun bu ham manfiy bo'ladi. Demak, katanginusimiz 310 gradusda, bizda katanginus 310 gradusda 1 va 3. Demak, bu ham manfiy. Demak, javob bizga to'g'ri kelib qolyapti. Plus, minus, minus va minus ishoralari bilan. Barchaga rahmat.